Bolalik inson umrining betakror fasli. Yurtimizda esa ertamiz egalarining baxtli bolaligini ta'minlash uchun qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Ana shunday yuksak g'amxo'rlik va mehr-e'tiborning yorqin ifodasi sifatida Surxondaryo viloyatida istiqomat qilayotgan 853 nafar bolajonlarga prezidentning Yangi yil sovg'alari yetkazildi. Ushbu xayrli tashabbus bolalarga unutilmas bayram kayfiyatini ulashdi. Muxbirimiz Behzod Qodirov batafsil so'z yuritadi. Mazkur tadbir bolalar uchun chinakam bayramona ruhda tashkil etilib, unda Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov ishtirok etdi va bolajonlarni yaqinlashib kelayotgan bayram bilan samimiy tabriklab, prezident sovg'alarini tantanali ravishda o'z egalariga topshirdi. Men bolajonlarni juda ham yaxshi ko'rganligimdan o'z xonadonimizda Saxovat nomli oilaviy bolalar uyi ochganman. Hozirgi kunda 3 nafar bolalarni parvarish qilib kelyapmiz. Buning zamirida prezidentimizning ijtimoiy himoyaga bo'lgan ko'magi ko'rinib turibdi-da. Mana bugun juda ham xursand bo'ldik. Prezident sovg'asi yetib keldi. Bolalarimiz juda ham xursand. Katta rahmat. Tadbir davomida bolalarning cheksiz quvonchi, samimiy tabassumi barchaga bayramona kayfiyat ulashdi. Bu kabi e'tibor va g'amxo'rlik yosh avlod qalbida yurtimizga bo'lgan mehr va ishonchni yanada mustahkamlab, ularning kelajakka bo'lgan orzu-umidlarini yanada yuksaltirishi shubhasizdir. Bizga sovg'alar yetib keldi. Kattakon rahmat. Bugun biz ajoyib sovg'alar oldik. Uning uchun prezidentimizga rahmat. Hammangizni Yangi yil bilan tabriklayman. Behzod Qodirov, Xolmat Ne'matullayev. Zamon informatsion dasturi uchun Surxondaryodan tayyorlandi.